Xabaringiz bor, bir necha yillardan beri biz aynan jinsiy salomatlik bo'yicha muammolarga yechim berib kelamiz. Bizga murojaat qilayotgan yoshlarimiz orasida uylangandan keyin ayoli oldida xijolat bo'lib, tez bo'shanib qo'yadigan yoki qo'shila olmaydigan yoshlarimiz, begona ayollarga borib har xil infeksiyalarni yuqtirib, farzandsiz bo'layotgan yoshlarimiz yoki jinsiy salomatlik tufayli ko'plab yoshlarimizni ajrashib ketayotganligini kuzatib kelamiz. Aynan yoshlarimiz uchun mana shunday og'ir, achinarli holatlarni oldini olish uchun maxsus yopiq kanal tashkil qilganmiz. Ushbu kanalda nimalar bor? Birinchi bo'lib, uzoq vaqt onanizm bilan shug'ullangan yoshlarimiz uchun ushbu odatdan qutulish uchun maxsus darslik. Bundan tashqari, to'yga qadam-ba-qadam tayyorgarlik ko'rish uchun maxsus darslik. Umuman olganda, yoshlarimiz uchun uylanishdan oldin va uylanishdan keyin muhim bo'lgan mavzularda ochiqcha gaplashamiz. Bu kanal bepul emas, chunki bepul narsani qadri bo'lmaydi. Bu kanal hamma uchun ham emas. Bu kanal haqiqatdan ham o'z ustimda ishlayman. To'ydan keyin mana shunaqangi uyatli holatlarga tushib qolishni istamagan yoshlarimiz uchun mo'ljallangan. Kanal 3 oyga mo'ljallangan. Qolgan barcha ma'lumotlarni videoni opsiyasida yozib qoldiraman.